o'sha 96-yillardan avatar kiyim chayqaldim. Endi demak print bilan ishlaymiz. Ya'ni print bilan nima qilamiz? Demak, print chayqalish uchun manda property editorda proyekt favorite turibdi. Mana 3-chi plyusni bosaman. Mana загрузкада printlar turibdi. Siz yoqli qopiyaga tashlab olasiz. Men sizga Telegramdan yuborganman. Demak, men gulni olaman. Bular choks, ya'ni seamless deyiladi. Choksiz bo'lishiga sabab yonida chegarasi bo'lmaydi. O'shanda kiyimga tanlasangiz ular silliq tushadi. Tanladim. Mana printim mana katta kiyimimga tushdi. Demak, bu yerda ichida ekranda patronlarda editor tekstura tanlasak, u katta qilib bermaydi, lekin biz uni aylantirib ko'rishimiz mumkin. Detallarni har bittasini mana buni pastga tepaga ham solmaymiz. Demak, bu ishlarni biz ikkita ekranda property editorda qilamiz. Demak, fabrikni o'zini tanladimda, fabrikka 2 marta bossam, fabrikni o'zini materialni rangini almashtirishi mumkin. Apply deyman, materialni rangi almashtirib. Endi printga kiraman. Printga kiraman, demak, printni tepasidan boshlaymiz. Nomi print. Ya'ni materialni yuzasiga, yon tarafiga, orqasiga bo'lishi mumkin. Repeat type deyapti. Ya'ni takrorlanishi blok. Mana sekin ishlayapti kompyuterim. Holati mana o'zgartirib joylashtirib berdi. Buni tanlash mumkin yana. Outlook deyapti. Custom deyapti, ya'ni пользовательский qo'yish xohlagancha qo'yish mumkin mana. Endi buni katta kichikligi. Demak, color, buni rangi. Marta bosaman deylik, men book lekin bunga kerak deylik. Bo'lmay. Ko'kdan ketarkan. Deylik, bunaqa ko'k. Play and yopdim. Va menda transformation deyapti. Transformationda burchak. Deylik, 70 gradusda aylantiraman. Mana bu uni kattaligi 5 bo'limni katta kichikka, bu foizda bo'limni balandligi 3 maydalashdi. Protsenti ham shunaqa. Demak, bu x bo'yicha joylashuvi 3 qilsam, demak, oqda y bo'yicha deylik 5 deyman. Mana maydalashdi. Normal map bu yana o'shanaqa chiqarib beradi. Medium opacity bu uni yoki yarqiligi. Yana nima bor menda? Material. Nima materialdan qilingani? Plastik, suv, так далее, ko'zadan, deylik, metallga o'xshab buni yaltirab turibdi. Pullarim yaltiroq mato bo'lishi mumkin. Mana demak, har xil materialdan foydalanib ko'rsin. Talabalarga yetishi mumkin. Bu yerda edit tekstur yoki boshqa narsa ishlamaydi. Demak, bunda 10 tugmani bosib, demak, biz bu yerda print oldik. Sizga bo'lsa, buni yana teksturada bo'lishimiz mumkin edi. Mana teksturada bo'lsam, unda mendan kattaligi kichikligini so'raydi va menga nima qo'yib beradi. Va buni men xohlagan joyimga turishim mumkin. Xohlagan detalimga, xohlagan kiyimimga mana. Demak, buni tanlab
kichkina qolishi mumkin. Begonaligi, gulga yana buni tushirishi mumkin. Demak, bunga o'yin tugmani bosib, men buni horizontal vertikal aylantirishim mumkin. Uni bitta kichkina qilish mumkin. Kursda mashg'ulotlarni berib ko'ring. Ulardan haqli foydalanib ko'rsin. E'tibor qaratayotgan bo'lsangiz, yurayotganda gulda tagidan yuryapti, lekin tepaga chiqqanda gulda tepasiga chiqyapti. Print bilan ishlasam, demak, tekstura bilan ishlasam, uni men tanlayman. Print bilan ishlasam, agar tekstura deb ishlasam, demak, men uni nimanda grafik teksturadan kiritishim mumkin. Demak, 2 xil usulda har xilni bajarib tursin. Manimcha ularga usul bo'ladi talabalarga. Shuningdek, esingizda bo'lsa, biz uni aylantirdik, flip qildik. Yana tasaqlashim mumkin edi. Type demek. Agar farqli mana buni anaqa bo'lishi mumkin. Demak, men editga kiraman. Transform edit grafikda. Demak, men detalimda yurg'izishim mumkin. Detalimda qo'shishim mumkin. Yakka olishim mumkin. Kattaga yurg'izishim mumkin. Yetarli. Haqiqatan kursda bo'ladi. Endi albatta men kiloni bitta qilaman, atakovga kilo bitta emas. Buning uchun agar narxdan chiqartirishni maqsad qilsak, demak, men tebrikka o'tamanda birinchi matoni qo'lga olaman. Qo'ydim. Keyinga tushirdim. Rengim oq bo'ldi. Rengimda berib boshqa gullar bor. Mana bu rengim oq bo'ldi, chunki bitta bu tekstura bo'libdi, a bu tintuv tushgan, ya'ni pechat. Butun ustiga tushdi. O'shaning uchun menda bu yoq yengimda bu ko'rsatyapti, bu yoq yengimda u ko'rsatmayapti. Shuning uchun menda nima ham print bilan ishladim, ham maton teksturasi bo'yicha ishladim. Print bo'yicha to'pdan загрузка qildim. Printda mana buni qilgan paytda o'chirib tashlashim. O'chirib tashlasam, mana doim oddiy matoga aylanadi. Buni yenga ham o'chirdimda, bu yenga bu yenga tushmadi. Sababi bu yenga bunda keyinchalik hosil qilingan programni uchu tartiblarini aqshagan qaytarib har xil naqshlar bilan ishlab ko'rishdi. Ular hammasini skrinshot qilishdim. O'zbek internetdan naqsh sketch qilishdim. Ularni ishlab ko'rishdim. Apple kiyimga liniya qilib, detallarga modelирование qilib, plus to'g'rilik kolleksiyaligini boshlasa ham yaxshi bo'lardi.